Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Yana sizlar bilan Qalb sahifasi. Omina Shenlik o'g'li, imomning maniken qizi. Yoqub imom Fatimaga: "Mayli, qo'yaver. Qizimni ranjitgandan ko'ra o'zim ertalabgacha ishlaganim yaxshi." Gulxonimning ko'ngli og'ridi. O'zi uni erkalatib yuborgan sizsiz. Mening dadam ham imom edilar, lekin ota ekanliklari bilinardi. Bu xatti-harakatingiz bilan qizingiz... Yoqub imom ayolidan ko'zlarini uzmagan holicha paltosini yechdi. Aytmoqchi bo'lganlarini ichiga yutdi. Ayoliga yuzlanib, g'amgingina: "Insoniylikning yo'rig'i go'zallik hisoblanadi", dedi. Fatima zalni artib bo'lib onasining oldiga keldi va sekingina ming'illadi: "Eringizga ayting, menga bunaqa muomala qilmasin, battar jahlimni chiqaryapti." Yoqub imom o'zini eshitmaganlikka olsa ham barini eshitayotgandi. Fatima esa gapida davom etardi: "Manavi odamga ayting, menga bunaqa chiroyli muomalasini qilmasin. Uning bu harakatidan battar tutaqayapman." Gulxonim ham shivirlab gapirardi: "Nima u faqatgina senga yaxshi muomala qilarmidi? U musulmon bo'lgani uchun hamma birday go'zal muomalada bo'ladi. To'g'ri, senga nisbatan oshirib yuboradi-yu, nima ham qilardik? Xo'sh, seni deb qo'pol muomala qilish kerakmi?" Yoqub imom qizi chakka artib to'ldirgan chelakni qo'liga oldi. "Rosa charchagandirsan?" deb so'radi. Fatima jahlini yashirib o'tirmadi. "Har doimgi ahvol. O'rganib ham qoldik o'zi bu sharmandagarchilikka. Boshqa joylarda ham ahvolimiz yaxshiroqmidi?" Yoqub imom chelakni bo'shatar ekan vazmingina dedi: "Chekayotgan dardu alamning ko'payayotgan bo'lsa, demak savobing ham ortyapti." Fatima otasiga yuz o'girgan ko'yi: "Azoblanishdan savob olishni niyat qiladiganlar bo'lmasa-ku", dedi kesatib. "Hech kim o'ziga o'zi qiyinchiliklarni so'rab olmaydi, qizim. Qiyinchiliklardan keladi. Lekin sen ulardan Allohga shak keltirmay, nolimay..." Fatima o'qraygancha otasining gaplarini bo'ldi. "Bilaman, nolimasdan, o'sha qiyinchiliklar sabr qilsang savob olasan demoqchisiz yana." "Yo'q, unday demoqchi emasman. Nolimasdan o'sha qiyinchiliklardan qutulishning yo'lini qidirish kerak. Biror chorasi topilsa ham, topilmasa ham savobini olasan demoqchi edim." Fatima esa menga savobning keragi yo'q demoqchi bo'ldi-yu, o'zini zo'rg'a tutdi. Dadasi Alloh, oxirat yoki ibodatdan so'z ochganda uning yuragi siqiladi. Yoqub imom ham buni yaxshi biladi. Shuning uchun bu mavzuda kamdan kam og'iz ochadi. Uyni tozalab bo'lishda hamki Fatimaning yuzi yorishay demasdi. Yoqub imom stolga bag'rini bergan kuyi o'zi muhim sanada voqealarni qog'ozga tushirib o'tirar edi. Uning ichi to'la dardu yoriladigan kimsasi yo'q. Biroz o'tgach ayoldan shirin so'zlik bilan ayron so'radi. Gulxonim erining oldiga kelib: "Nega bunday qilasiz? Biror marotaba qizingizdan ham so'rasangiz nima qiladi?" dedi. Yoqub imom boshini changallagancha chuqur xo'rsindi. "Undan so'rolmayman." Keyin rafiqasining qulog'iga shivirlab davom etdi: "Bilaman, u suyunib bermaydi. O'sha ayronni ham zarda bilan beradi. O'sha ayron ham zahar bo'lib kiradi ichimga. Sen aytsang-ku unchalik og'ir botmaydi. Lekin o'z farzandimdan u gapni eshitish ichimni yondiradi. U yong'in esa sen bilgan yong'inlardan emas." Fatima bemahal bo'lganiga qaramay xonasidan chiqdi-yu, onasiga yuzlandi. "Men betish xolamlarnikiga ketyapman, sal turib kelaman." Gulxonim g'azabi qaynab zina tomon yugurib keldi. "Bu nima? Ruxsat so'rashmi yoki buyruqmi? Nima deganing bu?" Fatima zinadan pastga tushayotib jahl bilan javob berdi: "Uf, yetar endi. Hamma narsaga aralashavermang. Ona bo'lsangiz sal-pal kinolardagi onalardan o'rnak oling. Biroz zamonaviyroq bo'ling endi." "Betush xolanikidan ozgina televizor ko'rib qaytaman." Gulxonim zinaning boshiga kelib qizining ortidan dedi: "Hoy, qayt, dadangning jahli chiqadi. Qayta qolgin endi." Fatimaning ham javobi tayyor edi: "Jahli chiqsa uyga televizor olsin. Manavi uyga ham sal havo kirsin.
U bu gaplarni dadasi eshitayotganini juda yaxshi bilardi. Masjidning tashqi eshigidan chiqayotib nogironlar aravachasida ayvonga chiqishga urinayotgan o'sha yigitchaga ko'zi tushdi. Sovuq emasmikin deya yigitchaga biroz achinsa-da, dilidagi adovati ustun chiqdi. Qor va loy aralash ko'chadan yurib borarkan, nogiron yigitchaning yonidan o'tayotgandi. Buni adabini hozir bermasammi deb o'yladi. Uning dodini shunaqangi berib qo'ysinki, ikkinchi marotaba unga qayrilib ham qaramaydigan bo'lsin. U bir ikki qadam tashlab to'xtadi. Nima desa ekan-a? Bir umr yodidan chiqmaydigan saboq berib qo'yish kerak edi. Lekin u tomon yaqinlashar ekan, nega unga shunchalik ahamiyat beryapman deya xayolidan o'tkazdi. "Hoy sen, menga qara." Yigitcha unga qarab dedi. "Kimga gapiryapsiz?" "Senga gapiryapman. Agar menga yana bir marta qaraydigan bo'lsang, onangdan tug'ilganingga pushaymon qildiraman." Yigitning jahli chiqib ketgandi. "Yo'q-e, seni shunaqa hunarlaring ham bormi hali? Yana shunday qiladigan bo'lsang, kuningni ko'rasan. Meni balkonga chiqishim bilan seni nima ishing bor? Buni qara-ya. Sizlayotgan eding-ku, darrov sen bo'lib qoldimmi? Nogiron bo'lsam ham izzat ko'rsatmaganlarga izzat ko'rsatmayman. Menga qanday muomalada bo'layotganing parvoyimga ham kelgani yo'q. Yaxshisi, sen asabimni buzadigan xatti-harakatlaringni bas qil. Bundan keyin imomning qizi Fotimaga qarama." Yigitcha bu gaplarni eshitishni ham istamas edi. Fotimaga jahl bilan javob berdi. "O'zingni bosib ol. Men senga qarab, o'zimni yerga urmayman." "Voy yolg'onchi-ey, unda Allohning bergan kuni kimga qaraysan?" "Men qalbimdagi Fotimaga qarayman. Sen kimsanki qarasam?" "Seni tanimayman ham." Fotima asabiylashganidan o'zini tutolmasdi. "Zo'rg'a, yolg'onchi!" dedi. Yigitcha g'amgin holda javob berdi. "Musulmon qizga bu muomala-yu harakatlar yarashadimi?" Fotima oldinga bir qadam tashlab dedi. "Kim meni musulmon dedi? Men musulmon emasman." Yigitcha o'ylab ham o'tirmay, "Bo'la olmaysan ham" dedi. Fotima chidolmasdan so'radi. "Nimaga? Sen kabilar musulmon bo'la olmaydi. Haqiqiy musulmon bo'lish uchun yurak kerak. Senga o'xshash burni osmonda bo'lganlar qayoqda-yu, musulmonlik qayoqda?" Fotima bu yigitchani ko'pdan bilar edi. U otasining oldiga kelib Qur'on o'rgangan paytlari Fotima juda yaxshi eslaydi. Bir kuni bu yigit haqiqiy ishq bu odamning yor vasliga bir umr intilib yashashidir degan edi. Endi esa u seni tanimayman deyapti. Ajab, bu nima degan ekan? Fotima o'zi istar istamas xayolidan o'tkazdi. Yoki meni juda ham o'zgarganim nazarda tutyaptimikan? Nima bo'lganda ham yerga urishlarini istamas edi. Bir qarashda Fotima madaniyatli qiz edi. Ro'mol o'rashga ruxsat berishmaganlari uchun otasi uni maktabga yubormadi. Aslida uning bilim olishini imom ham istardi. Haftasiga 2-3 kitob olib berardi. Fotima kitob o'qishni sevardi-ku, lekin uning nazarida kitoblarning unga hech bir foydasi yo'qday edi. Yoqub imom qizining bu fikrlarini ko'rib bilib turar edi. Otasi Fotimaga nasihat qilish niyatida bo'lsa-da, ko'proq dilidagini xotiniga yorardi. Aslida Yoqub imom gaplarni ayoliga aytayotgan bo'lsa ham, qiziga eshittirib qo'yish niyatida bo'lar edi. Islomiy kitob o'qiganlar agar rostdan ham aqidaga oid kitoblarni o'qigan bo'lsa, bir kunmas bir kun albatta ularning foydasini ko'rishadi. O'qish dunyoqarashni kengaytiradi. Ba'zilar o'qiganlarni hayot davomida qachonlardir bo'lsa ham anglab yetadi. Olgan ilming zoyi ketmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.